Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan mehmonlar va mezbonlar, sizlar bilan mana shu Muxtor akamning xonadonlarida farzandlarini visol oqshomida ko'rishib turganimizdan, diydorlashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, serfarzandli, serdavlatli bo'lsin. Pastdarg'om tumanini, Samarqand viloyatini, respublikani eng oldi namunali oilalardan bo'lsin deydigan niyatimizga qo'shiladiganlar bitta guldiroz qarsaylaringizni qarsillatib qo'yasizlar. Borlaringizga shukr. Ajlar 300 kilometrdan sizlarga yaxshi kayfiyat ulashgani keldim. Muxtor akajon, boringizga shukr. Joningiz sog' bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Hozir kirib kelayotsam, ikkita opa nima dedi bilasizmi, tog'a? Voy voh, avvalgidan ham semirib ketdi-ku deydi. Rahmat. Shu yaxshi gapmi, tog'a? Sizga ham malol keldimi? Yana bittasi nima deydi? Mo'ylov qani deydi. Ya? Men uni efirda qo'yaman, ekranda qo'yaman, lekin hayotda mo'ylov yo'q. Aylanib ketay. Boringizga shukr. Bir kun bittasiga aka to'g'risini ayting, necha pul soldingiz desam, yo'q, qo'lim moyida, shuni artib oldim deydi. Shunday qilmadingizmi? Boringizga shukr. Demoqchi bo'lganim, azizlar, bu kechamiz kulguga boy bo'ladi. Lekin bitta narsa, mana yoshlarimiz taxtiravonni bezab turishibdi. O'g'ilni ham, qizni ham voyaga yetkazasiz, Xudo rizqini bersa. Lekin uni taqdiri qayerda turibdi, uni bilmas ekansiz-da. To'g'rimi aka? Voy, mana bular o'z vaqtida tengini topa. Lekin ba'zi birlari yoshi bir joyga borsa ham uylanmay kuydiradi. To'g'rimi? To'g'rimi opa? Bitta opam savol berdi-ku menga. Mo'ylov qani deb. Sizni ko'rib esimga tushib ketdi-da opa. Erkakda mo'ylov bo'lgani yaxshimi, bo'lmagani yaxshimi? Ha? Opajon? Yoshiga qarab. Yoshiga qarab? Mo'ylov yoshga qarab qo'ylam. Qarigandan keyin qo'ygani yaxshi. Yoshlikda xalaqit beradimi, nima qiladi u? Ha? Qo'yaveradi. Boringizga shukr. Opajon, bittasini o'g'li 30 ga kiribdi. Uylanmasimish. Onada o'g'lini oldiga kelibdi. Jon bolam, yoshing ham 30 ga bordi. Oila qilaman demaysan. Onajon, kimga uylanay? Voy, zamonaviy gaplar ko'payib ketdi. Ilgari palonchini adresi qayerda deylardi, to'g'rimi? Hozir nima deydi? Lokatsiyasi qanaqa deydi. Zamonaviy gaplar ko'payib ketdi. Yosh kattalar tushunmay qolyapti. To'g'rimi ona? Tan olasizlarmi? Voy, 30 ga kirgan o'g'lim, mana 10 tomonda qo'shnimizning gulday qizi bor. Mana shuni ol. Onajon, bu bizga to'g'ri kelmaydi. Nimaga jon bolam? Bu g'irtu. Bo'lmasa chap tomondagi qo'shni qizini ol. Onajon, u ham g'irt. Jon bolam, zamonaviy gaplar ko'payib ketdi, so'zlar ko'payib ketdi. Biz yosh kattalar tushunmay qolyapmiz. Bu g'irt degani nima degani o'zi? Onajon, g'irt degani uyqichi, yalqov, ish yoqmas dangasalarga g'irt deyiladi. Bolam, g'irtlik ayib emas. O'zingni 3 ta opang ham turmushga chiqishdan avval g'irt edi. Ammalaring hali ham g'irt. Kichkina ammangni g'irtligidan pochchang tirt bo'lib ketdi degan ekan. Shuning uchun ilohim yosh qizlarimizni, kelinlarimizni
qo'l oyog'i chaqqon bo'lsin. To'g'rimi ona? Qaysi xonadonda urush janjal bo'ladi bilasizmi? Tushunmovchilik bo'lgan xonadonda. To'g'rimi? Umr yo'ldoshini tabassum bilan kulib kutib olgan xonadonda hech qachon urush janjal bo'lmaydi. To'g'rimi? Akam kulib kutib olasizmi? Ko'zimga qarab gapiring. Xafa bo'lmangiz, siz bunaqa o'tirishingizdan kutib oladigan yerga o'xshamaysiz. Siz ruxsat bersangiz kiradiganga o'xshayapti akam. Boringizga shukr. Ilohim yaxshi kunlar ko'p bo'lsin azizlar. Muxtar aka raisni ajoyib shogirdlari bor. Elamonjon boshchiligida Daler Show biz bilan birgalikda mana shu oqshomni fayzli va chiroyli qilib xizmatlaringizni qilamiz. Qo'limiz ko'ksimizda qolaversa 3 ta surpriz san'atkorimiz bor. Davrani tark etish yo'q. Bu kecha yulduzlik oqshom bo'ladi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Demak, sizlarni bir chiroyli guldiroz qarsaylaringiz, azizlar, sizlarni qarsaylaringiz bizga quvvat beradi. Ana shu chiroyli qarsaylaringiz ostida, demak, sahnamizga boringizga shukr Charjon. Tanijoningiz sog' bo'lsin. So'rab qo'yasiz.